Joydan Qizilyog'och mahsulotlarini bugun video obzorini qilamiz. Akalar, men keldim, bu joyni ko'rdim, tanishdim. Narxlar juda ham arzon. Sizga ma'qul keladigan umiddamiz. Narxlar chunki bu akamni Rossiyadan to'g'ri olib kelib, shu yerdan tarqatib, shu xalqimizga yetkazib beryapti ekan. Narxlar menga ma'qul keldi. Keling, yaxshi sizga video mobaynida tanishtirib boramiz, narxlarni tushuntiramiz. Videolarni kuzatib boring. Biz videolarimizni boshladik. Akalar, videolarimizni boshladik. Bu akamizning brendlari Rodshow.uz. Mana ko'rib turganlaringda, chunki akamiz aytganimdek Rossiyadan to'g'ri olib kelib, shu yerda do'konlari bor, katta baza desa ham bo'laveradi. Olib kelib arzon narxlarda xalqimizga yetkazib beryapti. Mana shifrdan tortib barcha siz xohlagan, so'ragan mahsulotlar bor. Mana ko'rib turganimiz bazamiz juda ham katta holatda, narxlari o'ta bomba desa ham bo'laveradi. Mana holat, mana juda ham katta joy. Birinchi qo'l, birinchi sklad. Ko'rib turganingizdek, Sakardon deysizmi, Qizilyog'och deysizmi, hammasi mavjud. Hozir men akamni chaqiraman, narxlarni bir qadar tanishtiradi. Video mobaynida narxlar bilan ko'ramiz. Birgalikda qani. Akalar, yana bir bor assalomu alaykum. Biz videolarimizni boshladik. Ko'rib turganingizdek, biz skladga ichidamiz. Hozir Jomir akani chaqiraman, narxlarni bir qadar tanishtiradi. Razmerlar bilan bir qadar. Assalomu alaykum Jahongir aka. Hormay aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz bo'layaptimi, tuzimiz aka? Aka, bu narxlar, bular bir razmerlarni narxini tanishtirsak, keyin sasna mahsulotlarini bir qator tushuntirib o'tasiz. 4,5 2. Bu 4,5 2 reka. 4 metrlik. 4 metr reka mana. Tinni holatda akalar, mana ko'rib turganlaringdek. Bu o'sha oxirgacha reka holatda bular aka. Bular pashka aka. 3 metrlik. 3 metrli rekamiz. 4,5 2 deydi. Mana shu 3200 so'm chiqadi. 3200 so'm chiqargan. 4,5 2 3 metrli. Bunimiz ham 3 metrli aka. Bu ham 3 metrli. Bu ham bir xil ikkalasi. 3 metrli. Sasna bular hammasi aka. Sasna mana ko'rib turganlaringda. 4,3 ga 4 ga 3 a? 4,3 ga 2lik. 4,3 ga 2 reka. 5 metrli mi 4 metrli mi bu? 4 metrli reka. Buni narxi necha bilan Jahongir aka? Bularimiz 3700 so'm. 3700 so'mdan 3600 so'mdan qo'yib beraman. Ana akalar 3600 so'm optimoganga akalar. Bular tanishtirdik. Bular mayda reka menimcha. Maydali kiletga bo'lib Kiletga. Bular necha puldan aka? 1,5 ming so'mdan xo'roz boqadigan, qush boqadiganlarga. Qush boqqan akalarim uchun, tovuq, o'q, shug'ullanadigan akalar uchun mana 2 bo'ladimi bu? Ha, 2 reka. 4 metrlik. 4 metrlik. 1,5 ming so'mdan. Metraji 1,5 ming so'mdan. Bular necha aka? Bular agalar. 8 ga 3,5lik. 8 ga 3,5lik, 3 metrlik. 3 metrlik. Mana ko'rib turgan akalar tinni holatda tekis, chunki akamiz. Bular narxi necha puldan? 35 ming so'mdan beraveramiz. 35 ming so'mdan. Optim narxlar. 10 ga 3,5 308 beradi-da bular. Bularimiz 45 ming 43 mingdan qilib beryapmiz. 43 ming so'mdan qilib berilyapti. Bularimiz poytaxtmi yo bular ham? Bular ham o'sha layga 43 ming so'mdan. Beraveramiz. 12 ga 11lik. Bular-chi aka bular? Bularimiz ichcha qalinroq, narxi bir xil chiqadi. 280 lik kerak bo'lganlarga 8 lik, o'sha 35 ming so'mdan qilib beraveramiz. Qalini bular 4 likda 308 beradi. 4 ga yana 4 ga 8. 4 ga 8. Uzuni 280. 280. Narxi necha pul buni? Buni narxi o'sha 3 metrlik bilan bir xil chiqib bo'ladi. Necha pul bo'ladi o'shanda? 35 ming. 35 ming so'mdan keladi. 35 ming so'm. 4 metrligimiz. 4 metrlik. 14 ga 3,5. 14 ga 3,5. 14 ga 3,5. Bularimiz 70 ming so'm optim narxda. 70 ming so'm optim narxlar. Bular hammasi sasna aka. Sasna bo'ladi. Bular ham o'sha istarabl hisobida. 11lik. 11lik. 11 ga 3,5 4 metrligimiz. 4 metrlik. 4 metrligimiz. Akalar, bu yerda hamma sasna bu akalarimizni ichiga boshqa qo'shilmaydi. To'g'ridan to'g'ri Rossiyadan olib keladi bu akamiz. O'shaning uchun narxlar qilib Jon, ya'ni birinchi qo'l. Buni narxi necha pul aka? Buni 58 naqlayapmiz. O'sha optim narxda foydalanadiganlarga 55 mingdan. 55 ming so'mdan qilib berar ekan akalar mana. Bag'i endi lagilar. 43 ming so'mdan. 43 ming so'mdan 12 yil. 48 ming so'm 3 metrlik. 3 metrlik 48 ming so'm.
Yo'lda qilib beramiz kelgan odamlarga. Endi akalar men deydi, kelib ko'rib ustida gaplashsalar, yana ham bir yo'l yo'rig'i bor deyapti. Mana nima desa bo'ladi? 100 minut gaplashgan ketdi baribir. Narxlarni kirishni berish axir, chunki axir bu optim joy. Bular poytaxtda menimcha aka. Bularimiz arzonroq chiqqan ikkinchi sorti. Bular necha? 2 ga 1.8 ga 10dan 11dan shunaqaga 9.5 qolgan. Arzonroq bu 32 ming so'm. 32 ming so'm qilib beradi. Bularni menimcha nima polga, nima deydi buni? Zavod bunaqa taxta. Taxta. Poltaxta. Poltaxta chiqqan. 10 lik qolgan. Aha. 10 ga 2. Bular necha bilan chiqadi aka? Bularimizni optim narxda 35 mingga beryapmiz. 35 ming so'm qilib beryapsiz. Mana akalar 35 ming so'mdan donasi. Ko'proq olgan odamga yo'lini ham Endi ko'proq qurilish qilaman deganlarga yo'lda qilib beriladi axir. dehqonlarimizga. Dehqon akalarimizga mana 12 dan chiqqani bor. 12. Razmer 12. Chiqqan, ha. Bu ham o'sha 4 metrli. Aha, 4 Bu necha puldan aka? 11 ga qolgan. Bunisi 40 ming so'm. 40 ming so'm. Buni yo'lda qilib beramiz. Kelishadigan yo'li bor ekan. Yo'li bor. Mana aka silliq randalangan toza taxtamiz mana, pol taxta. Bir va kiydirib-kiydirib bu shunaqami? Yo'lda qilib beramiz. Arzonroq qilib kelishtirib beramiz. Yaxshi. Bularimiz pol taxta menimcha toza randalanmagan. Qalin basisi. Mana bularimiz 31 mingdan 2 ga 10. 11 ligi. 11 ligi. O'zicha sorti unaqa. O'rtacharoq. O'rtacha naqasi ikkinchi sortlari. Narigi randalangan birinchi sort bo'lsa, bu randalanmagan ikkinchi sort. O'shanaqa bo'ladi, tushunarliroq bo'ladi. Arzonroq qilib beramiz. Buni necha pul qilib beramiz oxir aka? Buni 32 ming so'mdan berib yuboryapmiz. Masalan, bitta joyga misol 100 ta olaman desa, qanday kelishlik bo'ladi? O'sha 31 ming, 32 mingdan qilib berilaveradi. Hozir ulardan ozroq qoldi. Bular endi laqtaylar endi, bular. Laqtaylar. 2 ga 11.5 qolgan. 2 lik. Buni optim narxda 50 ga 48 ming qilib beryapmiz. 48 ming so'm qilib berilyapti. Ozroq qoldi. Yaxshi. Bularning regalari patoloshnik. 5 ga 2. 5 ga 2. Bularning necha puldan metraj? Bular 4200 so'm, o'sha sotilgan optim narxda berayotganmiz 4000 so'm bo'ladi. 4000 so'm qilib beriladi aka. 5 ga 2 razmer. Mana. Bularimiz ham rega. 4 ga 201lik. 4 ga 201lik. 2 ga shunaqa beradi. Uzuni 4 metr, ha? 4 metr. Narx necha pul chiqadi bu? Narxi buni optim narxi 3300 so'm berilyapti. Yaxshi, yaxshi. Akalar narxlar juda ham arzon. Aytganimdek, yo'lida. 308 ga 200 ga. Aha. Bularimizni 3200 so'mga beramiz. 3200 so'm beriladi. Ha, bunlar bo'lsa o'sha 308 ga Aha. 2 deydi, 37 ga 2. Bularimiz 108 da. Aha. Bular optim narxi 2800. 2800 so'm chiqadi. 2800 so'm chiqadi. Jahongir aka, yana bir bu tomoshabin akalarimiz nimalar ko'rsatish mumkin? Masalan, patrul mahsulotlarimiz bormi? Mix, Bor. Shifer, yuringlar aka. Shiferlarni oxirida ko'rsatamiz. Keling yaxshi aka, Degor Plus'ning narxlarini bir tanishsak, ko'rib, ranglari qanday svetlari bor, o'shalarni bir ko'rsatib borsangiz. Svetlarimiz bor hammasi. Assortiment bor aka. Assortiment bor. Aha, mana ko'rib turganingizdek katta sklat bu ham. Akamizda vibrlar juda ham katta, mana ko'rib turganingizdek xohlagan gulingizdan, xohlagan rangingizdan bor. Bular qancha bo'lyapti aka? Bularda kvadrati o'zi 28 ming, dehqon klientlarimizga o'zimiz bunaqa deylarga 27 ming so'mdan qo'yib beramiz. 27 ming so'mdan qo'yib berilaveradi. Buni ikki xili bor. Bu qovurg'ali bor, qovurg'asiz bor. Aha. Buni farqini qayerdan bilsak bo'ladi? Mana, buni qovurg'alilarimiz mana. Aha, qovurg'alilar. Qovurg'alilar. Ha. Bularni bunaqasi 29 mingdan 32 ming deydi, o 29 mingdan qilib beradi. Ana akalar 29 ming so'mdan mana qilib berilaverar ekan, mana. Aha, biz kanalimizdan keldim, telefon qo'ldan desalar, unda hozir narxni yana bir kelishib tushirib beradi. Aka, keyin buni men eshitganman, Toshkent, Rossiya, nima o'sha joylardan bir aytib o'tsangizda odamlarga bir yana shuni o'sha Toshkent firma. Toshkent firma. Qo'qonda. Salmiyasining mahsuloti. Yaxshi. Bular narximiz o'sha aytganingizdek bir xilda. 27 ming so'mdan 4 metr kvadrati. Kvadrat. Bunisini 29 ming so'mdan qo'yib Endi bularimiz endi patrullarimiz, ranglarimiz assortiment bor ekan, mana gullarni bir ko'ringlar aka mana. Mana yangi mahsulot, yangi ranglarimiz bular.
Mana ko'rib turibsizlar akalar, mana tiniq holatda. Xohlagan rangni topishingiz mumkin. Barchasidan bor mana. Yangi ranglarimizda mana chiqarib ko'rsatayman sizlarga. Mana ajoyib. Marmarga o'xshab chiqdi bular, a? Yangi ranglar. Bularimiz narxi qana bo'ladi? Bularning narxi agar hamma yo'g'ri ekan, hamma yo'g'i ichida bo'lsa, 250 ming sotilayotdi. Bizda 240 mingdan, sizni podpischiklaringizda kelsa 240 mingdan qilib beramiz. Masalan keladi, sizdan reyka oladi, misol shu patologiya kerak bo'lgan barcha mahsulot olsa 240 ming so'mdan qilib berilgan akalar. Ko'rib turganlar, narxlar juda ham yaxshi, arzon holatda. Bularimiz nima DSP deydimi? Uzubi. Moshlar yonboshiga, pollarga, Rossiyada tomga ishlashadi. tomga ishlashadi. Ashibkalarga, devorlariga. Bular narxi qanaqa? Bulari 0.9ligi 130 ming so'm. 130 ming so'm. 1.2ligi 170 ming so'm, 65 ming qilib beradi. Juda yaxshi, narxlar juda ham yaxshi. Bu yerda mana gullarigacha bor. Gullarimizgacha bor. Asha har bir rangda guli bor, topsa bo'ladi. Tovuq panellarimiz bor. Tovuq panellari 5 xil rangi bor. Bular endi asosan hammomlar ichiga. Ashibkalarga. Ranglar assortiment bor, a? Assortiment hammasidan bor. Mana ranglarimiz bor. Ko'rib turganlaringda aka mana. Hozir hammomlarga trendda bo'ldi bu. Chunki nam o'tkazmaydi, artgani boshqa juda ham odamlar yaxshi tanlov qilyapti. Bularning narxi qanaqa jonga aka? 280 ga 120 280. Bunisini 165 ming qilib beradi. Tushirib yubordi narxlarni. 165 ming. Yaxshi. 240 ligi bor. Bulari 155 mingdan. 155 ming so'm. 155 ming. O'ta go'zal. Mana. 155 ming. Kileylarigacha bor. Kileylarigacha bor. Hozir kafel olaman, uni yopishiraman deganda mana shu arzon jo'n bo'lib qoldi odamlarga. Mana gullari. Gullarimiz bor. Gullarimizni xohlagan turingizdan bor akalar. Juda ham go'zal holatda. Bularimiz endi har bir nimasiga moslab berilaveradi, olgan rangiga qarab. Rangiga qarab tanlaveradi. 4 xil, 3 xil rangi bor. Xolos, shunaqasi hammasidan bor. Xudo xohlasa kelsa, o'sha nima kerak bo'lsa topib beramiz, xudo xohlasa mashdan. Chunki bu katta baza hisobda. Taxtaligi bor. Mana NDF'ga bor. Bular narximiz qanaqa bo'ladi, Jahongir aka? Bularning narxi mana gulni 8ligi gesi. 23 ming qilib beryapmiz. 23 ming so'm qilib berilyapti. 3 metrli bu. 280 bo'ladi. 280. Zligi ham 23 ming. 6ligi 21 ming so'm, chaspaylari 9 ming so'm qilib beraveramiz. Mana ugaloklarimiz. Ugaloklarimiz fasol 3ligi bor. 2li emas, 3ligi. Bularimiz 20 ming so'mdan donasi. Donasi 20 ming so'm, 3 metrlik. Akalar mana bir ranglarni ham ko'ringlar-da. Juda ham go'zal holatda. Mana. Hatto burchadan tortib, to ashnamaslarga topsiz bo'ladi. Hamma mahsulotlarga rangga moslab berishadi. Bor. Akalar yana nimalar bor? Shipper bor. O'tib litrlar ham bor. Shipperlarimizdan bir ko'raylik, narx-navolarni akalar. Mana shipperlar juda ham ko'p. Mana shipperimiz. Bu shipperimiz. Quvasoy Chek zavod. Quvasoy Chek zavod. Zavodimiz buni 45 ming qilib beradi. 45 ming so'm donaga. Quvasoy Chek. Bu ham 45 ming. Bu ham 45 ming so'm. Narxi bir xil chiqadi. Narxi bir xil chiqadi. Mana Quvasoy Grant bor. Grant firma boshqa bular. Firma boshqa. Quvasoy Grant. Buni 44 ming qilib beradi. 44 ming so'm qilib berilyapti. Endi bu narxni raznisasi bu yo'lkirani hisobigami yo bordi keldi uzoq yaqinligi hisobigami yo yaxshi yomonlik nimasi farqi bormi? Sifati. Cheklar. O'shandan qiladi. Baribir yaxshi narsa qimmatroq bo'ladi biroz. Bu so'mnaqa bo'ladi. Bu yangi zavod. Ne bular yangi zavod, bu Chek. Bora? Seni yaxshi zagoddan bir narxi bilan ko'rsataylik. Ikkinchi sortini olib kelib qo'yganmiz. Ikkinchi sorti. Ikkinchi sort. Bu necha Jahongir aka? 2,5 ga 120 da 5 3 kvadrat. 3 kvadrat. Nechta bu narx? 1-2ligi ikkinchi sorti devori bor. Bunisi 30 ming, 29 ming qilib beraveradi. 29 ming qilib beradi ana akalar sizlar uchun. Bu patologimiz bor. Bu patolog. Ko'ki, vodostok shunday deydi. Bularimiz 52 ming, 50 ming qilib beramiz patologga. Qilib beriladi. Ha, mana devorinikini 54 ming bilan 53 ming qilib beraveramiz. 50 ming beriladi. Birinchi sortlar. Birinchi sortlar. Bu patologimiz birinchi sorti
35 ming so'm. 35 ming. Oqiniki. 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 Oq devorimizni birinchi sorti 38 ming. Agar siz подписчиklaringizdan kelsa buni ham 37 ming. Rahmat aka. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Ana akalar sizlar uchun xizmatlarimizni akaman narxlar bomba holatda aytyapti. Mana ko'rib boringlar. Mana yana bir oxirini chekadi. Bu narximiz qanaqa? Bu nima? Devormi? Devor. Bu ham devor bu ham. 37 mingdan qilib bera olamiz. 37 ming so'mdan yaxshi. Qilib bera olamiz. Mana ko'rib turganlaringiz aka narxni tanishdik. Xudolar sizlar uchun bir xizmatlarimiz, videolarimiz yoqqan bo'lsa, like borib, podpiska bosinglar. Kanalga a'zo bo'linglar. Sizlar uchun xizmatlarimiz Charchamayli omon bo'lib, sog' bo'lib, salomat bo'linglar.